Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan zamonaviy ta'lim uchun mo'ljallangan modern veb-saytni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu saytda ijod, ilhom va mehnat samarasi bor. Saytning har bir bo'limi, har bir detali o'ylab, mehr bilan yaratilgan. Chiroyli dizayn, qulay tugmalar, harakatlanuvchi animatsiyalar va o'ziga xos uslub, bularning barchasi sizga qulaylik, zavq, ilhom bilan birgalikda ilm o'rganishlikni ta'minlaydi va buning samarasi o'zgacha bo'ladi. Bu sayt orqali siz tadbirlar, o'quvchilar yutuqlari, fanlar va kasblar, ustozlar haqida ma'lumotlar hamda milliy va jahon universitetlari bilan tanishasiz. Har bir sahifada bir ma'no, bir ilhom, bir g'oya yashiringan. Bilim olish, o'sish va orzular sari yo'l bor. Keling endi birgalikda ushbu ajoyib veb-saytga sayr qilamiz. Saytda bosh sahifa qarshi oladi. Nafis dizayn, chiroyli logotip, zamonaviy navbar va o'ziga xos batnlar bilan har bir tugma, har bir hover estetik go'zallik va texnologiyaning mukammal uyg'unligi. Asosiy sahifadagi animatsiya sizni sayohatga chorlaydi. Bilim, mehnat va ilhom sari ramkalar, soyalar va hoverlar dizaynning nafis jihatlarini ochib beradi. Bu saytning bosh sahifasi nafaqat tashqi ko'rinishi, balki o'z ruhi bilan ham ajralib turadi. Bu platforma o'qituvchiga faxr, o'quvchilarni esa orzu bilan to'ldiradi. Endi esa baxtiyorlik manbai bo'lgan sahifaga o'tamiz, ya'ni tadbirlar sahifasiga. Yuqorida joylashgan chiroyli so'zlar hayot bag'ishlaydi veb-saytimizga. Pastda esa o'tkazilgan tadbirlar, rasmlar, videolar, his-tuyg'ular va xotiralar uyg'unligi. Fon, ranglar, yumshoq o'tishlar bilan uyg'unlashadi. Har bir matn ustiga sichqoncha borganda yengil ko'tariladi va jonlanadi. Harakatdagi dizayn bu nafaqat go'zallik, bu hayotiylik. Tadbirlar ustiga bosganingizda sizni barcha suratlar, videolar va tafsilotlar kutib oladi. Har biri o'z hikoyasini so'zlaydi. Bu sahifa o'qituvchining mehnati, o'quvchi yutuqlari va jamoaviy birdamlikni aks ettiruvchi xotiralar makonidir. Endigi bo'lim kelajak egalari, orzulari ulkan, intilishlar cheksiz yoshlar bo'limi. Bu yerda o'quvchi rasmlari, kasblar, suratlar atrofida aylanib, go'yo har biri o'z kelajagi sari parvoz qilayotgandek jonlanadi. Qizlar uchun alohida nafis, nozik va rang-barang ramkalar, yigitlar uchun esa jasorat kuchini ifodalovchi dizayn uslub qo'llanilgan. Har bir surat bir orzu, bir harakat, bir intilish timsoli. Bundan tashqari o'quvchilar rasmlari atrofida ularning turli fan va kasblar, yo'nalishlari bo'yicha yutib olgan medallar ham joylashgan. Har bir medal bilim, mehnat va muvaffaqiyat timsoli. Ular o'quvchilar yutuqlari, orzulari sari tashlagan har bir qadamni yoritib boradi. Bu sahifa nafaqat chiroyli animatsiya, balki chuqur ma'no va motivatsiya va ilhom manbaidir. Endi biz saytning eng boy intellektual bilimlar bo'stonidamiz. Bu yerda biz 4 ta asosiy fan, 10 dan ortiq kasblar kutmoqda. Har bir yo'nalish uchun kitob, test va animatsion medallar joylashtirilgan. Medallar tinimsiz harakatlanib, bu bilim va g'alaba uchun doimiy harakat kerakligini ifodalaydi. Fon orqasidagi ota, ona va farzand birlikda dars qilayotgan manzara, ta'lim, mehr va birlik ramzi. Har bir fan uchun kitoblar o'ziga xos dizayn, sarlavha, sahifa, hover effekti bilan yodda qoladi. Test muvaffaqiyatli bajargan o'quvchi yorqin medal bilan taqdirlanadi. Medalni chiroyli animatsiya ila topshiriladi. Bu mehnatning mevasini ko'rish onidir. Bilimlar bo'stoni bu sahifa emas, bu intellektual salohiyat, ta'lim va texnologik uyg'unlikdir. Har bir yutuq orqasida ustoz turadi. Bu bo'limda siz sayt egasi, o'qituvchi haqida bilib olasiz. Ustoz bu inson qalbiga nur soluvchi, bilim eshigini ochuvchi shaxs. Dizayn sodda, ammo mazmuni chuqur. Ustoz haqida ma'lumot, yutuqlar, tajriba barchasi samimiy ifodasini topgan. Shu sahifada admin paneliga o'tish uchun chiroyli aykon ham mavjud. Bu esa ustozga qulay boshqaruv imkonini beradi. Bu sahifa ustoz mehnatiga ehtirom, ustozlik maktabiga hurmatdir. Chunki ustozsiz hech bir yutuq mukammal bo'la olmaydi. Va nihoyat saytning yakuni, lekin eng kerakli sahifasi, universitetlar. Bu yerda siz milliy va jahon universitetlari haqida batafsil ma'lumot topasiz. Har bir oliygoh, joylashuv va qisqacha tavsifa o'quvchilarni orzu qilishga chorlaydi. Dizayn soddalik va nafislik uyg'unligi, fon, rasm, soyalar, chuqurlik va matnning yumshoq holati o'quvchiga xotirjamlik hissini beradi. Bu bo'lim yoshlarni orzular sari yetaklaydi. Kimdir milliy universitetga, kimdir esa xalqaro ta'lim sari intiladi. Bu sahifa kelajak sari yo'l. Saytning har bir sahifasi, yana bir bor aytaman, har bir sahifasi, har bir detali bir g'oya yashiringan. Bilim olish, rivojlanish va orzularni ro'yobga chiqarish. Bu sayt nafaqat ta'lim manbai, bu ilhom, texnologiya va ma'rifat uyg'unligidir.